Bugungi ikki hikoya Reddit ijtimoiy tarmog'idan olingan bo'lib, real odamlar tomonidan yozilgan. Hikoyalardagi ismlar, joy nomlari o'zgartirilmagan. Men 24 soat ishlaydigan yoqilg'i quyish shoxobchasining tom ostida turibman. Mashinamning to'rttala eshigi qulflangan. Dvigatel ishlayapti. Pechni maksimal darajaga qo'yganman va salon ichidagi barcha chiroqlar yoqilgan. Atrofim beton va chiroqlar bilan o'ralgan, ammo baribir qo'llarim rul ustida titrashdan to'xtamayapti. Men tumanimizdagi huquqni muhofaza qiluvchi tashkilot xodimiman. Bu xizmatda bor yo'g'i 2 yildan beri ishlayapman, ammo qat'iylik, puxtalik va to'liq tartib qoidalariga amal qilishim bilan nom chiqarganman. Qoidalarni yaxshi ko'raman, yo'riqnomalarni yaxshi ko'raman. Bu ishda qo'llanma eng yaxshi vosita hisoblanadi. Menga biriktirilgan patrul hududi 2 polosali tuman yo'lining ulkan, hovlilab yotgan qismi. Bu yolg'iz izolyatsiyalangan hudud bo'lib, yo'l uzun, chuchuk suvli ko'lning sharqiy chekkasi bo'ylab cho'zilgan joy. Geografik joylashuvi shundayki, bu yerda umuman hech narsa yo'q. Yo'lning chap tomonida tik, toshli qiyalik bor va u to'g'ridan-to'g'ri qorong'u ko'l suviga soya berib turadi. O'ng tomondan esa qarag'ay o'rmoni bilan qoplangan. 40 kilometrdan ortiq masofada na uy, na ko'cha chirog'i, na chorraha bor. Men tungi smenada ishlayman. Soat kechki 10 dan ertalabki 6 gacha shu yo'lda patrul qilaman. Odatda 8 soatlik smenada mutlaq tinchlikda o'tadi. Faqat shinalarning g'uvillashi va ba'zida dispetcher radiosining ovozi eshitilib turadi. Ba'zida yo'ldan adashgan yuk mashinasi haydovchisini yoki tezlikni oshirayotgan mahalliy o'smirlarni to'xtataman. Ishim tinch va juda oddiy. Bugun ham odatdagidek boshlandi. Havo ochiq, lekin juda sovuq edi. Ko'l yuzasidan qalin tuman ko'tarilib, qiyalikdan oshib asfalt ustiga yoyilardi. Men soatiga 40 kilometr tezlikda harakatlanib, qo'limda iliqligi yo'qolgan qahva stakani bilan faralarim yordamida oldinda qorong'u yo'lni kuzatib borardim. Taxminan soat 2:15larda oldimda bir necha kilometr masofada harakatlanayotgan avtomobilni ko'rdim. Men masofani qisqartirish uchun biroz tezlashdim. Bu qoramtir rangli eski model minivan mashinasi edi. U tezlik cheklovidan ancha past, taxminan soatiga 30 kilometr tezlikda harakatlanardi. Yaqinlashganimda ikki narsani payqadim. Birinchisi, yo'lovchi tomonidagi orqa chiroq butunlay ishlamayotgandi. Ikkinchisi esa mashina yo'lda suzib ketayotgandek harakat qilardi. G'ildiraklar markazdagi chiziqdan o'tib ketar, keyin asta to'g'rilanar va yana yo'l chetidagi oq chiziq tomonga og'ardi. Bunday holatda protokol aniq. O'chgan chiroq uchun kichik qoidabuzarlik yozaman, ammo bunday harakat bilan birga bu haydovchining mastligi yoki haddan tashqari charchaganini asosli shubha ostiga tug'diradi. Men mashinani to'xtatishim kerak edi. Minivan ortidan 3 ta mashina masofasida joylashdim. Markaziy panelga qo'l uzatib, maxsus mashina ustidagi chiroqlarni yoqdim. Minivan haydovchisi juda sekin reaksiya bildirdi. Orqa oynadan chiroqlarni sezishi uchun deyarli 20 daqiqa vaqt ketdi. Oxiri o'ng burilish chirog'i yonib, mashina asta shag'alli yo'l chetiga chiqib, suvga tushib ketish xavfi bo'lgan tik qiyalik yonida to'xtadi. Men ham ularning ortidan to'xtadim. Mashinamni biroz chapga ag'darib qo'ydim. Bu xavfsizlik yo'lagi yaratish uchun edi. Oldi g'ildiraklarni yo'l tomonga burdim. Agar orqadan kimdir urib yuborsa, mashinam oldinga surilib, minivanga urilmasligi uchun edi. Mashinani o'chirdim, kamarni yechdim va og'ir metalldan yasalgan fonarimni oldim. Sovuq tungi havoda pastga tushdim. Faqat 2 mashina dvigatelining past g'uvillashi, oyoqlarim ostidagi shag'alning g'ichir-g'ichiri va pastdagi toshlar yo'rilayotgan suvning ohista shovqini eshitilib turardi. Minivan orqasiga bordim. Chap qo'lim bilan bagaj qopqog'iga kaftimni mahkam bosdim. Bu ham standart protokol hisoblanadi. Barmoq izlarimni qoldiraman. Agar senga biror narsa bo'lsa, tergovchilar seni aynan shu mashina ortida turganingni isbotlay olishadi. Bagaj g'ayrioddiy darajada sovuq va nam edi. Men haydovchi tomon bo'ylab oldinga yurdim. Fonarni pastga qaratgancha haydovchi oynasi oldida to'xtadim.
va tanamni shunday joylashtirdimki, agar eshik keskin ochilsa, to'g'ridan-to'g'ri nishon bo'lmayman. Fonar bilan oynaga yengil taqillatdim. Oyna g'ichirlab qo'lda tushirildi. Men fonar nurini salon ichiga yo'naltirdim. Bu shunchaki oddiy bir oila edi. Haydovchi o'rta yoshdagi ayol. U juda charchagandek ko'rinardi. Sochlari tartibsiz, ko'zdoshlari qora va shishgan edi. U fonar nuridan ko'zlarini qisdi. Yo'lovchi o'rindig'ida o'rta yoshli erkak o'tirardi. U katakli ko'ylak kiygan, boshini orqaga tashlab, ko'zlarini yumgan va yengil xurrak ko'tardi. Juda xotirjam ko'rinardi. Men fonarni orqa o'rindiqqa qaratdim. U yerda ikki bola, bir o'g'il va bir qiz, taxminan 8-9 yoshlar atrofida. Ikkalasi ham qattiq uxlab yotardi, boshlarini sovuq oynaga tirab. Ularning orasida adyol va yostiqlar uyilib yotardi. Bu uzoq safarning oxiri, holdan toydiruvchi soatlarida ketayotgan oddiy oilaga o'xshardi. "Xayrli kech, xonim", dedim men, ovozimni muloyim, ammo qat'iy tutgan holda. Men sizni to'xtatganimning sababi, chunki mashinangizning yo'lovchi tomondagi orqa chirog'i butunlay ishlamayapti va siz yo'lingizni ushlab turishda biroz qiynalayotganga o'xshaysiz, dedim men. Ayol charchagan holida yuzini ishqaladi. "Uzr, ofitser", dedi u past va xirillagan ovozda. "Biz juda uzoq vaqt yo'lda kelyapmiz. Ertalabgacha yetib olishni xohlagandik." "Shunaqasi ham bo'lib turardi", deb javob berdim men. Ammo bu yo'l uchastkasida charchagan holda haydash xavfliligini tushuntirdim. Ayniqsa, suvga bu qadar yaqin joyda. "Iltimos, haydovchilik guvohnomangizni, ro'yxatdan o'tganlik hujjatini va sug'urtani ko'rsating." U sekin bosh irg'adi. Yo'lovchi o'rindig'ida uxlab yotgan erkak ustiga egilib, bardachokni ochdi va ichidan bir nechta hujjatlarni oldi. Ularni plastik haydovchilik guvohnomasi bilan birga menga uzatdi. Barmoqlari qo'limga tegib ketganda, uning terisi muzdek ekanligini sezdim. O'zimni xuddi muz bo'lagiga tekkandek his qildim. "Men bularni mashinamga olib borib, ma'lumotlaringizni tekshirib kelaman", dedim men. "Hozir qaytaman. Iltimos, mashinada qoling." U hech narsa demadi, faqat sekin, charchagan holda bosh irg'adi va old oynaga tikilib qoldi. Men orqamga o'girilib, patrul mashinamga qaytdim. Haydovchi o'rindig'iga o'tirdim. Eshikni yopdim va guvohnoma bilan hujjatlarni markaziy panelga qo'ydim. Mayda yozuvlarni o'qish uchun ichki chiroqni yoqdim. Radioning mikrofonini qo'limga oldim. "Dispetcher, bu 4-ekipaj. Qoramtir rangli minivenni to'xtatdim. Raqamni tekshirishingizni so'rayman." Radio ovozi eshitildi. Bugun navbatchi dispetcher odatdagi sokin smenalarda ishlaydigan yoshi kattaroq ayol edi. "Qabul qilindi. 4-ekipaj. Raqamni ayting." Men hujjatlarni harf raqam kombinatsiyasida o'qib berdim. "Qabul qilindi", dedi u. "Kutib turing. Bugun tizim biroz sekinroq ishlayapti." Men musiqani qo'ydim. O'rindiqqa suyanib, isitgichdan chiqayotgan iliq havodan rohatlanardim. To'xtatish jarayonining asosiy protokoli tugagan edi. Endi faqat tizim hujjatlarini tekshirguncha kutish, ishlamayotgan chiroq uchun oddiy ogohlantirish yozish va charchagan onaga dam olishi uchun to'xtashni tavsiya qilish qolgan edi xolos. Kutib o'tirganimda markaziy panelga ko'zim tushdi. Radioning tagida kichik, mustahkam monitor o'rnatilgan. U patrul mashinamning old panel kamerasidan kelayotgan jonli tasvirni ko'rsatardi. Bu kamera to'xtatish paytida uzluksiz yozardi va mashina oldida sodir bo'layotgan hamma narsani qayd etardi. Tasvir oq-qora bo'lib, ayniqsa past yorug'likda raqamlar kabi kontrastli detallarni aniq ko'rsatish uchun mo'ljallangandi. Shunchaki odat bo'yicha kamera minivenni yozib olayotganini tekshirish uchun monitorga qaradim. Shu payt nafas olishim to'xtab qoldi. Kichik ekrandagi tasvir noto'g'ri edi. Butunlay, tubdan noto'g'ri edi. Men ekranga qaradim va miyam ko'rayotgan narsani anglashga qiynalardi. Kamera patrul mashinam oldidagi joyni ko'rsatardi. Qizil va ko'k chiroqlar navbatma-navbat miltillab, manzarani keskin oq va chuqur qora ranglarda yoritardi. Ekrandagi transport vositasi men hozirgina yonidan uzoqlashgan miniven emas edi. Monitordagi miniven ezilib ketgan, tomi ichkariga butunlay bosilib, metall karkas o'rindiqlargacha egilgandi.
Orqa bamper qiyshaygan va faqat bitta zanglagan bolt ilinib bosilib turardi. Tashqi qismi qalin, qoramtir suv o'tlari va daryo o'simliklari bilan to'liq qoplangan. G'ildiraklar yorilgan, chirigan va qalin loyga yarim ko'milgan holatda turardi. U xuddi 10 yillab suv tubida yotib, keyin ko'ldan chiqarib olingan mashinaga o'xshardi. Ammo meni haqiqiy muzlatib qo'ygan narsa bu emasdi. Kamera zanglagan, ezilgan orqa oynaning to'g'ri ortida joylashgandi. Oyna chilparchin bo'lgan. Singan orqa oynadan tashqarida to'g'ridan to'g'ri kamera obyektiviga qarab 4 ta yuz tikilib turardi. Ular shishib ketgandi. Skeletga o'xshab qolgan, yuzlaridagi teri kulrang bo'lib, nam, yirtiq bo'laklar holida suyakdan ajralib tushayotgandek ko'rinardi. Ko'z kosalari bo'sh, qorong'i, ichida dimlangan suv to'plangandi. Ular ezilgan mashinaning ichida bir-biriga siqilib o'tirishardi. Ota, ona va 2 bola. Ularning hammasi to'g'ridan to'g'ri kameraga qarab turishardi va ular menga qarab jilmayayotgan edi. Bu bari bo'lishi mumkin emas hodisalar edi. Ularning jag' suyaklari orqagacha tortilib, chirigan, suvga to'yingan terilarini g'ayritabiiy darajada keng ochilib ketgan jirkanch tabassumga aylantirardi. Ular mutlaqo qimirlamas, qora oq tasvir ichida go'yo qotib qolgandek faqat kameraga tikilib kulib turishardi. Birdan ko'ksimni bo'g'uvchi vahima to'lqini urib o'tdi. Qo'llarim monitor chetlarini shu qadar qattiq qisib ushladiki, bo'g'imlarim oqarib ketdi. Men kamerada nosozlik bor deb o'yladim. Ko'zlarimni ekrandan uzib, old oynadan tashqariga qaradim. Mendan 20 qadam oldinda mutlaqo butun qoramtir rangli minivan turardi. Barcha qismi toza, tomi butun, ishlayotgan stop chiroqning qizil nuri shag'alli yo'l chetini yoritib turardi. Orqa oynadan 2 bola adyol ostida tinchgina uxlayotganini ko'rdim. Ona yon oynadan qarab, mening patrul mashinamni kuzatayotgandek edi. Hammasi mutlaqo normal. Men yana monitorga qaradim. Ezilgan, zanglagan, suv o'tlari bilan qoplangan xaroba hanuz o'sha yerda turardi. 4 ta chirigan, skeletga o'xshash jasad ham hamon mashina ichida edi. Ular qimirlayotgandi. Ona qo'lini ko'targan, skeletga o'xshash shishib ketgan qo'l ko'chib tushayotgan teri va qalin yashil suv o'tlari bilan qoplangandi. U ichkaridan oynani taqqillatardi. Men patrul mashinamning qalin eshiklari ortidan bu tovushni eshita olmasdim, lekin ekranda uning barmoq suyagi oynaga urilayotganini aniq ko'rib turardim. Tak, tak, tak. Ular hanuz o'sha keng, jirkanch tabassum bilan menga kulib turishardi. Boshim aylana boshladi. Qo'lim titrab, oldinga cho'zilgan tasvirni tiklash umididan monitorning yon tomoniga urdim. Ekran miltilladi, ammo tasvir o'zgarmasdi. Shishib ketgan jasadlar hanuz menga tikilib turardi. Birdan radioning baland ovozi chiqa boshladi. Mashina ichidagi og'ir sukunatni parchalab tashladi. 4-ekipaj, bu dispetcher, dedi yosh katta ayolning ovozi. U juda hayratda gapirardi. Uning odatiy professional ohangi butunlay yo'qolgan edi. Men mikrofonni qo'lga oldim va uni eshita boshladim. 4-ekipaj, gapiring. Men raqam va guvohnomani tekshirdim, dedi u sekin. Siz raqamlarni aniq to'g'ri o'qidingizmi? Siz haqiqatdan ham qoramtir minivan yonidamisiz? Ha, dedim men dovdirab. Ko'zlarim old oynadagi normal mashina bilan ekrandagi dahshat orasiga yugurib. Men aynan uning ortida turibman. Nega so'rayapsiz? Deb so'radim. Tizim bu transport vositasini topdi, dedi dispetcher. Bu raqamlar 30 yil oldin sodir bo'lgan, g'oyib bo'lgan mashinaga tegishli. Yuzimdan qon qochib ketgandek bo'ldi. G'oyib bo'lgan? 4 kishilik oila, dedi u ekrandan o'qib. Ular mamlakat bo'ylab safarda bo'lgan. So'nggi bor siz turgan joyga yaqin yoqilg'i quyish shoxobchasida ko'rishgan. Politsiya haftalar davomida ularni qidirishgan. Asosiy taxmin, haydovchi rulda uxlab qolgan, mashina qiyalikdan pastga, ko'lga tushib ketgan deb o'ylashgan. Mashinani ham jasadlarni ham topishmagan. Siz bergan guvohnoma onaga tegishli. U qonunan vafot etgan. Radio jim bo'lib qoldi. Men haydovchi o'rindig'ida qimirlamay o'tirardim. Isitgich
Yuzimga issiq havo urardi, ammo tanamni titroq bosgan edi. Sekin boshimni ko'tardim va old oynadan qaradim. Toza. Butun miniven yo'q bo'lib qolgandi. U ketib qolishi mumkin emasdi. Men dvigatel ovozini ham, shag'al ustidagi g'ildirak shovqirini ham eshitmadim. Mashinadan proyektorni olib, yorqin nurni bir necha soniya oldin miniven turgan shag'al ustiga qaratdim. U yerda hech qanday g'ildirak izlari yo'q edi. Shag'alli yo'l chetini esa ko'lmak qoplab olgandi. Suv yuzasi pufaklar qaynayotgandek ko'rinardi va tezda tuproqqa singib borardi. Patrul mashinamning havo ventilyatsiyasidan dahshatli badbo'y hid kira boshladi. U o'lik baliq, chirigan yog'och va botqoq loya hidiga o'xshardi. Men pastga, paneldagi monitorga qaradim. Ekran shag'alli, bo'sh joy va suv ko'lamining jonli tasvirini ko'rsatardi. Ezilgan miniven yo'q bo'lib qolgandi. Jasadlar ham yo'q edi. Men radio mikrofonini yo'lovchi o'rindig'iga tashladim. Uzatmalar qutisini zo'rg'a ushladim va mashinani o't oldirdim. Burilib, ko'ldan imkon qadar tezroq uzoqlashishim kerak edi. Endi protokolning ahamiyati yo'q. Faqat bu yerdan uzoqroq ketishim kerak edi. Oyog'im gaz pedaliga yetib bormasidan oldin patrul mashinasi birdaniga silkinib ketdi. Bu zarba mashinaning o'ng tomonidan kelgan kuchli, og'ir metall kuzovga urilgandan sodir bo'lgandi. Mashinani tortib ketishayotgan edi. U yon tomonga sudrilayotgandi. Nimadir 2 tonnalik patrul mashinasini shag'al ustidan sudrab, to'g'ridan to'g'ri ko'lga tushadigan tik qiyalik tomonga tortardi. Men gaz pedalini oxirigacha bosdim. Kuchli dvigatel g'uvillab, aylanish ko'rsatkichi qizil zonaga chiqdi. Orqa g'ildiraklar aynalib, shag'al, tuproq va loyni osmonga sochdi. G'ildiraklar chiyillab ovoz chiqarardi. Men boshimni burib, yo'lovchi tomon oynasidan tashqariga qaradim. Ko'l qaynayotgandek, qorong'i, sokin suv yuzasida g'alayon qilib, qalin oq ko'piklarni toshlarga urib sochayotgandek ko'rinardi. Muzdek qora suv ichidan 4 ta qiyofa ko'tarilib chiqdi. Bu o'sha oila edi. Ota, ona va 2 bola. Ammo ular endi menga oldingidek inson bo'lib ko'rinmasdi. Ular kameradagi shishgan, skeletga o'xshash chirigan jasadlarga aylangandi. Teri kulrang ko'chib tushayotgandek. Bo'sh ko'z kosalari mening mashinamga tikilib turardi. Jag'lari joyidan chiqib ketgandek, o'sha keng, dahshatli tabassumda qotib qolgandi. Ular havoda osilib turardi. Har bir chirigan jasadning orqa qismiga ulkan, qalin mushakli qo'shimcha organ birikib olgan. Ular qora, yaltiroq, xuddi 8 oyoqnikiga o'xshash paypastagichlari bordek, ko'l tubidan chiqib kelayotgandek edi. Shu paypastagishlar jasadlarning umurtqasiga bevosita ulanib, ularni go'shtdan yasalgan, chirigan qo'g'irchoqlar kabi boshqarardi. Jasadlar mening mashinam yoniga yopishib kelishardi. Ularning shishgan, suyakdan iborat qo'llari oynalarni, eshik tutqichlarini, g'ildiraklarni changallab ushlab olishgandi. Ular mashinamni asta-sekinlik bilan sudrab, meni qiyalik tomon tortib borardi. Turib qolgan ko'l suvi va chirigan go'shtning hidi mashina ichini to'ldirib, nafasimni bo'g'ardi. Metall eshiklar, paypastagishlar bosim ostida ichkariga egila boshladi. Yo'lovchi tomon oynasi chilparchin bo'lib, mayda oynachalar old o'rindiqqa sochildi. Shishgan, chirigan qo'llardan biri siniq oynadan ichkariga cho'zildi. Qalin, ko'l loyiga botgan suyak barmoqlari yo'lovchi o'rindig'ining matosidan ushlab mashinani yanada qattiq jarlik tomon tortardi. Patrul mashinasining orqa g'ildiraklari qiyalik chetidan sirg'alib tusha boshladi. Mashinaning orqa qismi pastga qulab, o'tkir toshlarga qattiq urildi. Mashina old tomonga qiyshayib, men osmonga tikilib turardim. Og'irlik markazi to'liq siljib, patrul mashinasi orqaga ag'anab suvga tushib ketishidan oldin menda atigi bir necha soniya bor edi. Men rulni 2 qo'lim bilan mahkam ushladim. Tirsaklarimni qotirdim va og'ir xizmat etkim bilan gaz pedalini oxirigacha bosdim. Dvigatel chinqirib, maksimal momentni to'liq yuritish tizimiga uzatdi. Hali ham asfaltga mahkam yopishib turgan oldi g'ildiraklar yo'lni qattiq tishladi. Rezina yonib, havoni qalin oq tutun bilan to'ldirdi. Shu payt patrul mashinasi birdan oldinga irg'ib chiqdi. To'satdan paydo bo'lgan kuchli harakat mashinani chirigan jasadlarning changalidan yulib oldi. Men oynani changallab,
ushlab turgan suyak qo'llar uzilayotganini, jirkanch yirtilish ovozini eshitardim. Mashina oldinga otilib, qiyalikdan chiqib ketdi va katta zarba bilan asfaltga urildi. Orqa g'ildiraklar yo'lga tutashdi va mashinani raketadek oldinga otib yubordi. Men gazni qo'yib yubormadim. Oyog'imni pedalda bosib turardim. Orqa ko'rish oynasidan qaradim. Ulkan paypaslagishlar shag'alli joyda chayqalib, mening mashinam turgan joyni urib tepar edi. Men uzoqlashar ekanman, nimadir paypaslagishlarni sekin qiyalikdan pastga tortdi va skeletga o'xshash qovurchoqlarni yana qora qaynayotgan suv ostiga sudrab ketdi va hech qanday shovqinsiz g'oyib bo'ldi. Men tuman yo'lida soatiga 150 kilometrdan ortiq tezlikda haydardim. Sirenani yoqmadim. Dispetcherga ham nima bo'lganini aytmadim. Faqat oldinga rulni qo'llarim o'shib ketguncha mahkam ushlab haydardim. Men faqat shu yoqilg'i quyish shoxobchasining yorqin chiroqlarini ko'rganimdagina to'xtadim. Chiroqlar ostida kirib, gazdan oyog'imni oldim. O'shandan beri shu yerda o'tiribman. Mashinaning yo'lovchi tomonini tekshirdim. Oyna butunlay chirparchin bo'lgan. Og'ir metall eshiklar ichkarisiga chuqur botgan. Bosim izlari bilan ezilgan. Yo'lovchi o'rindig'ida singan oynalar orasida qalin badbo'y ko'l loyiga botgan 3 ta uzilgan suyak barmoqlari yotardi. Men stansiyaga qaytmayman. Kalitni mashinada qoldiraman. Bu ishni tashlayman. Endi hech narsa umuman ahamiyatga ega emas. Men bu hikoyani telefonimda yozib, tunda yolg'iz mashina haydaydigan har kimga to'g'ridan to'g'ri ogohlantirish sifatida joylayapman. Agar siz katta, chuqur suv havzasi yaqinidagi huvillagan yo'lda ketayotgan bo'lsangiz va sekin harakatlanayotgan, yo'l chiziqlaridan chiqib ketayotgan, go'yo sizning e'tiboringizni jalb qilmoqchi bo'lgan mashinani ko'rsangiz, to'xtamang. Yordam berish uchun chetga chiqib to'xtamang. Ikkinchi hikoya. Men itimga ovoz chiqaradigan tugmalarni ishlatishni o'rgatdim. U aytgan narsa esa meni dahshatga solardi. Mening itimning laqabi Kuki. U juda serharakat, quloqlari katta va paxmoq, juda jundor kuchuk. Uni ilk bor asrab olganimda deyarli qaytarib yuboray degandim, chunki u dastlabki 3 kun davomida tinmay irillab chiqdi. Hozir esa albatta u mening eng yaqinimga aylangan. Uning ortiqcha energiyasi va doimiy zerikishini kamaytirishga eng ko'p yordam bergan narsa bu tugmalar bo'ldi. Bilasizmi? Ovozingizni yozib qo'yasiz, it bosganda ovqat, o'ynash, tashqari kabi so'zlarni aytadigan tugmalar bor. Hatto ba'zi odamlar mushuklarni ham shunday o'rgatadi. Kuki hozir 20 taga yaqin tugmani ishlata oladi. Ba'zan u albatta mantiqsiz ketma-ketliklarni bosadi. Masalan, u og'riq tugmasini ko'pincha hayrat reaksiyasi sifatida ishlatadi. Yana jahli chiqdi, xafaman va seni sevaman kabi tushunchalarni to'liq tushunadimi? Bunga ishonchim komil emas. Lekin ishdagi stressdan yig'lab divanda o'tirganingda u seni sevaman tugmasini bosganda, albatta u buni tushunadi deb ishonishni xohlayman. Tushunmasa ham baribir o'zimni yaxshi his qilaman. U panjaralar bilan gapirishda mukammal bo'lmasa ham, Kuki yaxshi o'rgatilgan va aniq ehtiyojlarida, masalan tashqari yoki ovqat tugmalarini deyarli xato qilmay bosadi. Faqat yarim tunda ovqat deb uyg'otishi biroz asabiylashtiradi. Xullas, bir kecha men mehmonxonadan kelayotganimda o'z ovozimni eshitib uyg'ondim. Begona tugmasini bosayotganda kuchugim. Ortidan Kukining mayda panjaralari ovozi eshitildi va yana tugma bosildi. Begona tashqarida. Rostini aytsam, yuragim orqaga tortib ketdi. Men ko'rpaga o'ranib yotib va tekshirishga chiqishga jur'at qila olmadim. Ancha vaqt jim yotdim. Hatto nafasimni ushlab turdim. Itning xona bo'ylab yurayotgan tovushlarini eshitib turardim. Oxiri u bir necha marta ovqat tugmasini bosdi va yotoqxonaga qaytib, kravat yonida o'z joyida yotdi. Ertalab tashqarini tekshirdim. Hech qanday g'alati iz yo'q. Internetdan qidirib ham ko'rdim va kulib yubordim. Ko'pchilik odamlar itlari begona tugmasini bosganida qo'rqib ketar ekan. Hatto ayolning iti ichkarida begona deganini o'qib, yana biroz seskanib ketdim. Go'yoki u ayolning iti mehmonxona burchagida begona haqida ogohlantirgan edi. Lekin Kuki arvoh haqida ogohlantirmayotgandi. Bir kun ertalab u begona tugmasini bosib,
eshik tomonga yugurdi va irilladi. Tashqarida buyurtma yetkazib beruvchi bor edi. Demak, tugmani to'g'ri ishlatgan. Qo'ng'iroq chalinganda u hatto hurdi. Odatda bunday qilmasdi. Men kuryerdan uzr so'radim. Kuki esa past, g'o'ldiragan tovushda irillashda davom etdi. "Ket", dedim men unga. U sekin chetga chiqdi. Orqamdan yana tugma bosilganini eshitdim. "Begona". "Kechirasiz", dedim men kuryerga kulib. "U begona erkaklarni yoqtirmaydi." "Demak, aqlli kuchuk ekan. Shu tugmalar rostdan ham ishlaydimi?" deb so'radi kuryer qiziqib. "Ovqat, jahl chiqdi", tugmalarini birdaniga bosib yubordi Kuki. "Ha, yaxshi tushunayotganga o'xshaydi. Ba'zan tasodifiy tugmalarni ham bosib yuboradi", dedim men. "Demak, hozir u jahli chiqib, ovqat xohlayapti, shundaymi?" dedi kuryer kulib. Kukini asrab olishdan oldingi hayoti qanday bo'lganini bilmayman. Lekin u har doim erkaklarga nisbatan ehtiyotkor bo'lgan. Faqat ular uni sevimli narsasi, ya'ni ovqat bilan sotib olmaguncha. O'sha kuni tushdan keyin u yana begona tugmasini bosdi. Tashqariga qarasam, hovlimizda kurka yuribdi. Shunda tushundim. O'sha kecha Kuki ehtimol quyon yoki unga notanish bo'lgan boshqa hayvonni ko'rgan bo'lishi mumkin. Ammo keyingi voqea meni hammasini qayta o'ylashga majbur qildi. Ota-onamnikidan qaytib kelganimda uyga kirishimiz bilan Kukining tuklari tikka bo'lib ketdi. Men sumkalarni joylayotganimda u tugmalarni bosa boshladi. "Begona uyda". Bu so'zlar umurtqamdan muzdek titroq chiqarib yubordi. Kuki hurmayotgan edi, lekin juda sergak turardi. "Qayerda begona?" deb so'radim o'zimga o'zim. U menga qaradi. Keyin xona bo'ylab yurib chiqdi. Oshxonaga kirdi, yotoqxonaga borib qaytdi va yana tugmalar oldiga bordi. U hid tugmasini bosdi. Shu payt ichimda yana sovuq vahima qamrab oldi. Bu nimani anglatadi? Begonaning hidi qolganmi yoki tashqaridan kelgan biror hayvonning isimi? Balki men olib kirgan narsalardan chiqayotgandir. Uy bo'ylab tekshirib chiqdim. Hech qanday buzib kirish alomati yo'q edi. Lekin eshik oldidagi gultuvak ostida kalit saqlardim. Har kim topishi mumkin joyda. Shundan keyin uni olib tashladim va xavfsizlik qutisi olishga qaror qildim. Derazadagidagi nam tuproqda is ko'rganimdan keyin esa kameralar o'rnatishga qaror qildim. Kuki esa tinchib qolgan va men qaytib kirganimda u ovqat tugmasi yonida yotgan ekan. Keyingi hafta bo'lgan voqea esa bu tugmalarning haqiqiy foydasini ko'rsatdi. Men hovlida ishlayotganimda ismimni eshitdim. Bu ishxonadagi rahbarim Grek edi. U yugurishga chiqqan ekan. Suhbatlashib qoldik. U suv so'radi. Men uni ichkariga kiritdim. Kuki odatdagidek unga irilladi. Men ket dedim. U chekingandek bo'ldi, lekin Grekdan ko'zini uzmadi. Grek kresloga o'tirib uyimni maqtay boshladi va "Bu yerda yolg'iz yashaysizmi?" deb so'rab qoldi. Shu payt yana tugma bosildi. "Begona, hid". Grekning ko'chamda paydo bo'lishi allaqachon shubha uyg'otgandi. U har doim biroz g'alati rahbardek tuyulardi. Shikoyat qilish darajasida emas, lekin qandaydir noqulay. Kuki yana "Begona hid" dedi. Yuragim tez ura boshladi. Bu o'sha iz qoldirgan odam bo'lishi mumkinmi? Men Grekka itni tashqariga olib chiqishim kerakligini aytdim. Tashqarida esa do'stimga qo'ng'iroq qilib favqulodda vaziyat bo'layotgandek ko'rsatishini so'radim. Ichkariga qaytib, baland gaplashgan holda telefon orqali Grek eshitadigan qilib ketishim kerakligini aytdim. U uydan chiqib ketdi. Men mashinamda u uyimiz oldidan uzoqlashgancha kutib turdim. Kameralarni tekshirdim. Hech narsa yo'q edi. O'yladim, balki ortiqcha vahima qilayotgandirman. Ammo 2 kundan keyin kameralar uni ushladi. Shanba kuni uyda yo'qligim aniq bo'lgan paytda Grek atrofga qarab gultuvakni ko'tardi va kalitni qidirdi. Videoni ko'rib ko'nglim aynib ketdi. Shu bilan birga ichki sezgimga va Kukiga ishonganimdan xursand bo'ldim. Qulfni almashtirdim, signalizatsiya o'rnatdim. Qo'shnilarga ham xabar berdim. Kuki bilan mashqlarni ko'paytirdim. Katta rahbarimga aytgach, Grekni darhol ishdan bo'shatishdi. U menga tahdidli xabarlar yubordi. Meni o'z hayoti buzilganidan ayblardi. Keyin uni blok qildim va sud orqali yaqinlashishni taqiqlab qo'ydim. Bu voqealar bir necha hafta oldin bo'lgan. Lekin kecha Kuki yana "Begona" tugmasini bosdi. Men darhol "Qayerda?" deb so'radim. U aylana boshladi, ingradi va "Uyda" tugmasini bosdi. Yana yuragim tez ura boshladi.
Uyni tekshirdim. Hech narsa yo'q. Kameralarda ham yo'q. Begona yo'q edi. U xafa bo'lgandek bo'ldi va butun kunni g'alati o'tkazdi. Bugun esa yana tugmalar bosildi. Jahli chiqdi, begona jahli chiqdi. Bu safar umuman mantiqsiz tugmalar bosilardi. Balki meni begona deyapti. E'tibor bermayotganim uchundir yoki men uni tushunmayotganimdan jahli chiqayotgandir deb o'ylardim. Lekin hech qanday begona yo'q edi. Hammasini tekshirdim. Shunda Grekni tekshirib ko'rishni o'yladim. Balki yana qaytgandir deb. Ijtimoiy tarmoqlarda hali ham menga nisbatan nafrati bor ekan. Hayoti buzilganida meni ayblab yozgan postlari bor. Hatto yashashga sababi qolmaganligini ham yozgan. Keyin esa eng dahshatli narsani ko'rdim. U 2 kun oldin o'z joniga qasd qilibdi.